Barchangizga assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan Sardor Qayratov. Bugungi videoning obloshkasi ko'rib turganingizdek, bugun men Free Fire akkauntimni obzor qilib ko'rsataman. Videoni ko'p cho'zib o'tirmay, videoni boshlashdan oldin videoga like bosib, kanalga obuna bo'linglar. Biz unda boshladik. Aytgancha bu akkaunt sotiladi. Agar kimdir sotib olmoqchi bo'lsa, bemalol Telegramga yozsangiz bo'ladi. O'sha yerda gaplashamiz. Obzorni boshladik. Birinchi bo'lib profildan boshlaymiz. Как Profilda 59-level, 3500 ta like, level почти уже 60 bo'ladi yaqinda. Propusklar uncha aktiv sotib olinmaydi. Men bu tarafda yaxshi sotib olganman. Bu tarafda hech narsa yo'q. Skladga o'tamiz. Skladda 95 ta nabor bor ekan. Bu kollaboratsiya anime bilan qaysidir Naruto'mi o'sha bor. Qiyofali bolalar ikki xil bor. Bu propusk. Mana bu propuskga bu ham qaysidir kollaboratsiya ekan. Bu ham propusk. Bu magazindan olganman. Mana Olski Bandit bor, mana bu bor. Ham sal 3 yil oldin oldim buni ham 2,5 yilmi. Mana bular bor, Olskilar. Mana futbolning forma bor. Mana bu propuskniki. Mana bu shu oyda propusknikisi. Shunaqa naborlar bor. Bu ham bir kulgili nabor. Mana bu tursa joyi. Ham 3 yil oldin naborlar. Akkauntim o'zi gazeta 3,5 yilmi shunday. Uncha old emas. Lekin normal narsalar bor-da. Tarafda bitta tun bor, bosh kiyimlar. Bosh kiyimlardan mana shular bor. Mana bu nazoran kallasi bor, bu bor. Bu bor. Qiziq bosh kiyimlar bor. Ko'rkislaringiz bo'ladi mana. Sizga bittaman, bosh kiyimlar bor. Masaldachi kurtka. Bormasa, borda bu. Bu maskalar. Maskarada maskalar bor. Seris bo'ladi, mana bu maska bor. Propuskniki bilan propuskniki bilan propusk. Kollaboratsiya ekan propusk. Propusk bilan banditniki. Mana yaqindagi ham qo'ydi kallasi. Maskalar bor. Mana bu bor. Olski bilan. Nima bo'ladi? Grimlar uncha qilsa deb o'ylayman, o'sha bitta ko'rsatib ketaman mana shunday. Videoni to'xtatib o'zlaringiz ko'rib olasizlar. To'g'risizlar 190 ta ekan. Bandit bor. Masterga beradigan, mana Olski Roza bor. Bu bor. Futbolning formalar bor. Bu bor ekan. Bular bor mana. Ba'zilarning animatsiyasi bor, ba'zilarida bo'lsa yo'q. Men Donaterski. Bor Olskilar. Bular masala chiqsa berlardi. Mana bu Donaterski. Bu bor. Mana bular mashina yo'qadi. Yaxshi kiyimchi. Bu bor Braziliya. Bu taraf ham uncha qiziq deb o'ylamayman. Tez ko'rsatib o'taman.
ko'zimga yaxshi ko'ringanini bo'lsam bilmayman shular bor. Yani oy kimlar ham uncha qiziqmas. Oy kimlar bor. Effektni qo'yganlari oddiy kimlar. Tek emotsiyaga o'tamiz. Emotsiyalar 42 ta emotsiya bor. Mana shunaqa emotsiyalar bor, tez ko'rsatib o'taman. Prime emotsiyasiki. Bu yangi kelgan. Bu axborot mana bitta master chiqib berilgan. Bu var emotsiyasi. Yangi kelgan emotsiyalar. Mana shu kirib kelishmanda bitta mana shu bor faqat. Lekin buni o'zimga uncha yoqmaydi. Baribir qo'yib qo'yganman, chunki prosta profilga kirganda oddiy turmasligi uchun qachon kirib deganman. Lekin menga yoqmaydi o'zi kirib kelish. Sumkalardan mana old sumka bor, faqat rangligi uni bez rangligi вообще over 7 yil oldin ishga yarayotgan uchun sintesiz ko'rsataman. Mana o'lgan loot boxda bor. Sintesiz ko'rsataman. Parashyutlar uncha qiziq emas. Skyjetlar mana 4 ta skyjetim bor. Mana aura yo'qadi. Dinozavr bor. Dinozavr. Nima edi bu qilish o'sha bor. Mana bu probusni denib ham ot bo'ladi. Chunki ot tashaganini qaytib kelmaydi. Mana ot bor, otim bor. Ajdarxon nima edi? Hech kim shu bor. Mana bu 60 bitta ekan bu. Paradoksniki bor. Ismi ma'lum. Mana shular bor. Emas mana avtomobildagi skinlar bor, mototsiklga ular bor. Mana bular bor. Shuni qo'ysam. Mana qo'ysam bular. Bu bor. Mana bu skin burada açılmasın. Açık profil virtuallik manlıkları tuttu. Profilisi burası 70 ekan, mana profilda bor. Ayıqcha bor, qimmat turadigan. Aytaydi oddiylari. Bunaqa orqa tarafdagisi bo'lsa, 3 ta legendarniy nima deydi, shunaqalari bor. Qo'ygan oddiylarni. Mana otimiz ochilibdi mana. Bu tarafdan bitta magichskiy kubom qo'ygan. Uni ham agar topsa, mana bu kirib kelishda olsa bo'ladi. Bu ham o'zi yangi обновление kelgan. Mana shunaqa bu ham qiziq kirib kelish. Uni o'zlaringiz bo'ladi-da, ya'ni bitta topib. Yana o'rnlar kerak emas. Kolleksiyaga o'zim ko'p narsa yig'ib qo'yganman. Bunaqa narsalar bor. Bu yangi tegishli yangi edi. Mana bu anonlanki. Zalta bilan bunaqa chek borda. Hozirlar olib tashagan ishlatib bo'lmaydi. 42 ta bunaqa bor. Endi оружиеlarga o'tamiz. Hozir ustimdan normal qoldi. Bunda Mankencha Prime 5 menda 33 mingtadan ko'p olmaslik qilgan. Undan tashqari voucherlarim bor. 13 kunga yetarli voucher bor. Tak bu birga bir mana bular rezerv yo'q. Orужиеlarga skin o'tamiz.
bitta ko'rsatib o'taveraman. Shunaqa ikkinchi bor, yaxshi. Yana bor, evolyutsiya bor. Bunaqa bor. Bu yana evolyutsiya. Mana bu bor evolyutsiya. Mana bunaqa bor. Bu bor. Bu bor. Bu. Mana bu bor. Bu bor. Bular bor. Mana bitta evolyutsiya bor. Mana bu bor. Mana skina bor. Bu tarafta mana bu bor. Mana bu skina bor. Abonga chizdiramiz. Bu tarafta ham ahvol. Bu bor. Ziguga mana bu do'mlik olingan. Fokusniki. Bu bor. Mana bu bor. Quyonchoniki bor. Tabaga bor. Kulaklar 3 ta kulagim bor. Bittasi bunaqa, bittasi bunaqa, bittasi bunaqa. Ochilsin. Mana bittasi shunaqa. Bombalar o'tishda bilan ko'rsatdim. Sistem bor o'tishda. Qiziq bilan zo'r sistem bor. O o'tishda bilan 2 yil olmasa bilasizda, nasib chiqsa. Shu bilan bizning bugungi videomiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'linglar.